Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki davamında bugün Ali radhiyallahu anhuga qandaq bayat qilingan degan temada to'xtalmoqchi Suyuti. İbn Sa'd rahmetullahi aleyhinki degan bir ma'lumotida Ali radhiyallahu anhu Halife Osman o'ltirilib, aytsa mushu Madinada bayat qilingan. Yani halife, yani hakimiyet beşiğe çıqqanda hamda. Bu adamga mushu Madinada bor sahobalarniki hammasi birdek bayat qilgan. Lekin ba'zi mish-mish gaplarda Talha bilan Zubayr bu ikki sahoba da mecburi ko'ngilda xohlamgan holatda bayat qilgan. Şunun bilan Mekke'ye chiqib ketgan bular. Chunki Mekke'de Ayşe radhiyallohu anha haj munosabati bilan Mekke'da edi shu vaqtida. O Ayşe anamizni ilib, bular hammasi mushu Osman radhiyallohu anhuniki qisosini olamiz degan orzu bilan Basraga maqdamdi bular. Bu bayat degan nima degan gap desa, hamda o'ziniki shuni bir amir, podshoh ekanligini e'tirof qilgan bir rozilik hamda bo'ysunganligini e'tirof qildirgan. Bugungi tilda bitgan vaqtida saylamga bergan bir ovoz, bir ma'qullik hamda. Bunun qirta hamda bu yerda hamda Ali radhiyallohu anhu bu xabar yetib bordida bularniki Basraga mang'anligi. Shuni bilan Ali radhiyallohu anhu ularni bayat qaytarib beklish asosida maqsadida Iroqqa mang'dimdi. Mana tunji qatim Madinadan hamda xilofat markazi bir xalifa o'zi bevosita Iroqqa otlanayotdi bu yerda. Bu oraliqda hamda Basrada Talha, Zubayr, Ayşe qatorliq sahobalar bilan va ularniki o'ziniki hamdamda bo'layotgan odamlar bilan uchrashdi yerda. Bu oraliqda To'gi voqeasi yuz berdi. Bu To'gi voqeasi Hijriya 36-yili Arabcha oyning Jumadil oxiri oyida yuz bergan. Bu urush jarayonida Talha, Zubayr qatorliq mashhur sahobalar va ulardan boshqa bir qism kishilar o'ldirildi. Hatto bu yerda o'lganlarning soni 13,000 deyilgan. Hatto Ali radhiyallohu anhu Basrda 15 kun turib, oxiri endi Kupaga qaytib keldi. Endi bu yerda qisqacha tushuncha berib o'taylik. Endi bu To'gi voqeasi qanday yuz bergan deganda Ali radhiyallohu anhuniki qo'shinida hamma sahoba emas uning ichida. Buning ichida Osman radhiyallohu anhuni o'ldirgan, buning qarshi chiqqan, hatto Osman radhiyallohu anhuga fitna tergan bir qism to'polonchi, qo'zg'olonchilar bor. Ularning ba'zisi kimligi noma'lum. Bular hamda Ali radhiyallohu anhu ile Ayşe Talhaning chiqqanda urush qilish maqsadi yo'q. Ali deydi, avval mushu bayatni yaxshi qilinglar, uni yaga biz Osmonniki qisosini olaylik deydi. Talha, Zubayr, Ayşe tarafı deydi, avval qisosini olsa, ondan biz sana bo'ysunimiz degan mazmunda, yani ba'zi bir fikr ixtiloflar yuz shu atrofda hamda bir suhbat bo'layotdi-da, ikkili tarafdan urush qilish niyati yo'q. Lekin bu sahobalarning bir yerga kelib qilish, ittifoqlashib qilishdan ensirgan bu fitnaxo qo'zg'olonchilar Ali radhiyallohu anhuning qo'shinidagi. Bular shu qorong'i paytlarda, bir odam ko'mgan paytlarda Ayşe bilan Talha radhiyallohu anhuniki qo'shini bor tarafga o'q chiqardi bular. O'q chiqardi-da, o'q chiqargandan keyin o'qni aytib, bu yerda bir ma'lumotchilik bo'lib, ham Talha bilan Ayşe radhiyallohu anhuning qo'shinidagilar bu Ali tarafdan bizga o'q atdi-ku degan shakl bilan bu yerda urush boshlanib ketib, bu yerda mashhur To'gi voqeasi yuz bergan. Bu jarayon keyinchi yani o'tdi. Demak, bu yerda shuni bildirib qo'yaylikki, dushman har vaqt jim yotmaydi. Fitna terish uchun, bu fitnani betish uchun har vaqt qattiq jim turadigan, uxlamaydi fitna. Kafirlar, dushmanlar musulmonlarning ziyni uchun har vaqt uxlamaydi. O'zimizni bir to'zoqqa, bir qopqonga tushirish uchun har xil nayrangni to'qib chiqadigan gap. Mana shunga o'xshash. Mana mush urushning natijasida Talha, Zubayr qatorliq mashhur jannat bilan bishorat berilgan bu ulug' sahobalar bu yerda o'lib ketdi, shahid bo'lib ketdi. Undan keyin hamda bu Iroqda bo'lgan voqealiklardan Muaviya ibn Abu Sufyan o'zining Shomdagi o'ziniki yoralarini, adamlarini, qo'shinlarini elib chiqib,
Bu Ali radıyallahu anhu qarşı çıktı hamda. Bu adamı qarşı çıkışda avval şu Ali'nin halifligini itiraf qildi. Bayat qilma dedi. Amma şartim Osman'ın qisasını alırsa dedi. Derhal Osman'ın qisasını ep boğul bulmaydı. O adamın sani yamancık. Onun nurgun kabileleri var. Avval bir küç bir yerga toplanış gerek. Şu aralıqda Ali radıyallahu anhuga bu Muaviyaniki qarşı çıqanlıq haqidagi bu söz yetken vaqtda Muaviyani qışıqmağında. Bular hamda Siffin degan yerda Hijriyaning 37-yili Safar ayida bu yerga uçqishib bir necha kun aralıqda bu urush bo'ladi. Aralıq nurgun hamda söhbetler bo'lib o'taglik bu jarayonda. Hamda Sham ahli Muaviya taraf yengilib qolay degan vaqtda ular Qur'onni ko'tardi, neyzini o'shiga chiqarib. Bazen bir kısım rivayetler deyişçe bu Ömür ibn As'nınki hilmi kriti degichilar bo'lgan. Hamda bu Qur'onni ko'tarib chiqqandan keyin mush Qur'on bizga hokim bo'lsin degandan keyin darhol ikki taraf urushdan to'xtagan. Hatta Ali radıyallahu anhu yo'q bu urushni biz oyog'iga chiqitib, mani biz gap kirgizayli desa, Alining qo'shinidagilar bu Qur'onni ko'tarsa, bular Qur'onni hokim qilayli desa, biz nima ish qilib urushimiz deb urushdan soğugan avvalım bo'lganda bu aralıqda. Şunlar ikili taraf hamda sulhni tashabbus qilishib, aralıqda bular bir pichimchi belgilashdi. Ali radıyallahu anhu Abu Musa al-Ash'ariyni, Muaviya radıyallahu anhu Ömür ibn As radıyallahu anhu'ni bu yerda hakim, yani pichimchi qildi bu yerda. Aralıqda nurg'un xatlar yozilishdi. Bular shu yilning 5'ida, hamda oldimizgi yilning 5'ida Azruh degan Azruh hadi Sham diyariga tabi. Şu o'rinda bir yerga kelishib, şu ümmetning umum ishlarida qanday bir taraf qilish, maslahat, kengash qilish haqida ular aralıqda to'xtam yezishdi. Hamda xalqlarni torilib, Muaviya Sham qaytdi, Ali radıyallahu anhu Kufa qaytdi. Şu aralıqda hamda yana Ali radıyallahu anhu qartab besim to'xtamay, hamda o'zinki yaqin ashablardan, o'zinki qo'shindek odamlardan Havarişler yani karşı çıktı bir yerde. Onlar dedi ki la hukme illa lillah. Ebu Musa al-Ash'ariyni bir yerde pichimchi qilib aralıqda bir vekil karakterlik söhbet vekil qilib belgilagandan keyin bular qarshi chiqdi, bu hukmga Allohning bo'ladi, odamning bo'lmaydi deb bu havarishlarning tunji qatim chiqishda bular Harura degan joyga to'planib shu yerda Aliga qarshi chiqdi bular. Ali radıyallahu anh ularga Abdullah ibn Abbas'ın evetkendikin keyin ular bilan türlük muhakeme, munazirlarni, söhbetni elib berish orqali ulardan ko'p jiq bir qismi yondi. Ali radıyallahu anh taraf ko'p qilishdi. Lekin bir turkum kishilar, ya'ni o'ziniki gapida yonmachin turib oldi-da. Shunga ular Nahravan degan yurtqa, bu hozir Iroqda Nahravan degan yurtqa berib oldim deydi. Bu yerga berilib, hamda yo'ldan o'tgan, kechgan musofirlarga, hatto Alining qo'shinidagi odamlarga, musulmonlarga hamda ular tegishga boshladi, hujum qilishga boshladi. Ularning nazarida kofir deb qaraydi bularni. Shuning bilan hamda bu davlatning tinchligi uchun Ali radıyallahu anhu ularning qishig'i berib, Nahravan degan yurtda ular bilan urush qildi. Ularning ichida emchaklik belgisi var bir odamni o'ldirdi. Mana bu 38-yil edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna şu aldıdan bisharat bergen. Buniki şu bilek tarafida bir emchakning şu uchidak bir belgisi var bir odam bor. Mana bu şu Havarish degan peygamberimiz. Şu qo'shinning ichida mush odam tepilgan. Mush qo'shinning 5'i mush Havarishlarning 5'i mush edi. Shuning bilan Ali radıyallahu anhu xo'shal bo'lib, bir mushular urush qilganligining haqiqatan to'g'ri bir urush ekanligini bir xursand bo'lib sajda qilgan Allohga. Hamda Hijriya 38-yili Şaban ayida Azruh Şamda şu kishilarimiz to'plandi-da, Iordaniya, Suriya, şu Iroqning o'sha uch bujakka to'g'ri kelgan joy bu yerda. Bu yerga Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Umar va ulardan boshqa bir turkum sahobalar keldi. Hamda Amr ibn As Abu Musa al-Ash'ariyni avval sen gap qilgin dedi. Bu ishkalar hamda ikki taraf qo'shinninki vakili. Avval sen gap qilgin dedi. Hamda Jaloliddin Suyuti debdi, bu shu Abu As'ning hilisi edi debdi. Vallahi alam.
Şunun bilan Abu Musa al-Ash'ari gap qilib, Alini xilofatdan bu darajadan tushirdi-da. Men hozir chunki bular hamda qaytadan odamni ikkili tarafni tushirib, xalifani emirlikdan tushirib, qaytadan bir saylam o'tkazish, bir suhbat qilish planlari bo'lish kerak buningda. Şuna Ömür ibn As gap qilib oxirida Muaviyani e'tirof qildi. Men Muaviyani shu e'tirof qilaman, emir deb e'tirof qilaman deb darhol bu yerda Muaviyaga bayat qildi bu yerda. Shuna kishilar mush shaklda bo'linib ketishdi. Ali radhiyallohu anhu hamda sahabalar bilan bir turkum o'zinki yoralari bilan atrofda qo'shindagi kishilar bilan ma'lum bir ixtilof gapiriyadin chiqmaslik avvallar yuz bergandan keyin o'zinki hatto shu barmoqlarini tishlab bu Muaviyaga o'zinki qo'shinlari bo'ysunib uni emir deb e'tirof qiladi. Meningki qo'shinlarim meni e'tirof qilmamdi, men asi bo'lamdi. Endi bu rivoyatni bir qism olimlar toza bu to'g'ri rivoyat emas. Chunki Umar ibn As'dan bunday bir sahobadan hiyla fikr bo'lmaydi deb mendami qaragan. Shuning uchun bu rivoyatni rad qilganlarmi bo'lgan. Bir raqamda jumhur shu ko'p sondagi shu olimlar, lekin Umar ibn As'niki bu Abu Musa al-Ash'ariyni bundoq oldigan yoki hiyla fikr qilgan degan mazmundagi rivoyatlarni bular asosan inkor qiladi. Chunki Umar ibn As o'zini odil bilgan, baho bilgan sahoba. Biroq Umar ibn As'niki mush arablarning ichidan chiqqan eng 4 dahi, nihayat aqlli 4 zeki odam bor. Shularning bir ekanligida nihayat shak yo'q. Lekin bu ixtilof yuz bergan avval rost, bundaq kelishim hosil qilish uchun yig'ilganlik avval rost, lekin bu ilmikir oldiganlik avval inşallah bundaq yuz bermagan deydi. İnşallah sahabalarga biz mush darajada ishonamiz. Asasen endi bu Ali radhiyallohu anhu'ning shu turli ixtiloflarga elib kirgan kishilar, mush Osman radhiyallohu anhu'ni o'ttirishga qatnashgan va qarshi chiqqan to'planchilarniki bu qo'shinning ichida maxfiy turilishi. Bular Ali radhiyallohu anhu'ni bir hokimiyatni xotirjam yo'sinda ijro qilishga bu fursat bermaganlik. Turli suiqasdlarni ishlatish orqali mayandan bir ishni besiq turasi, mayanda yana bir ishlarni vujudga chiqarish orqali gaplariga bo'ysunug'ul unamay, qarshi chiqib, so'zni e'tirof qilg'il unamay, mush darajada nayta xap qilgan. Demak, bu shu qo'shindagi samimiyatsiz kishilarniki tufaylidan Ali radhiyallohu anhu'niki hokimiyati nayta amin topmagan, ko'p fatih harakatlari bu davrda to'xtab qolgan, çok davam etmegen. Asasen ichki ixtiloflar davlatni bir musibet şekilde yelib olgan. İnşallah qolgan darsimizni aytda ne mazmunlar bo'ladi aytda o'qiymiz va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.